Dasturimizni sport mavzusi bilan davom ettiramiz. Buxoro shahrida kamondan otish bo'yicha O'zbekiston chempionati bellashuvlari bo'lib o'tdi. Bolalar va kattalar o'rtasida kechgan yirik turnir tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Davlatimiz rahbarining 2021-yil 17-iyundagi kamondan otish sport turini yanada rivojlantirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida kamondan otish bo'yicha O'zbekiston chempionati o'tkazildi. Ushbu turnirda respublikamizning barcha hududlaridan kelgan yosh, umidli hamda professional merganlar g'oliblik uchun bahslashdilar. Musobaqa nizomga binoan yakkalik, juftlik va miks yo'nalishlarda olib borildi. Masofa esa olimpiya shakliga ko'ra 70 metr etib belgilandi. Qizg'in va yorqin taassurotlarga boy tarzda kechgan bahslarda yoshlar o'rtasida Farg'ona viloyati sportchilari tengsiz ekanliklarini isbotlab, birinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Ikkinchi o'rin Samarqand viloyati va uchinchi o'rin Qashqadaryo viloyati yoshlariga nasib etdi. Kattalar o'rtasidagi bellashuvlarda ham farg'onaliklar yetakchilikni hech kimga bermay, barchadan ustun kelishgan bo'lsa, ikkinchi va uchinchi o'rinlar mos ravishda Toshkent shahri va Samarqand viloyati sport ustalariga tegishli bo'ldi. Bugun Buxoro viloyatida chempionat bo'lib o'tmoqda va bu chempionat juda qizg'in davom etdi. 70 metr kam emas, distansiyamiz juda uzoq. Bu uchun qizg'in kurashlar davom etdi va bu musobaqada men faxrli ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdim. 5 kun davom etgan O'zbekiston chempionati bahslari o'z nihoyasiga yetgach, turnirning tantanali taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi. Unda faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan ishtirokchilarga tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi.